Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Al Jazeera mush ayning 6-kuni dunyodagi hal qilinmagan irqiy qirg'inchiliklar haqida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 6 qatim cho'ng talash tortish elib borgan bo'lsa-mu, buni hal qila olmaganligini va xalqaro jamiyatning bu masalalarni hal qilish uchun amaliy harakat qilmaganligini o'ttirib qo'ygan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi dushanba kuni umumiy yig'in o'tkazib, davlatlarning qirg'inchilik, urush jinoyati, milliy tozalash va insoniyat qarshi jinoyatlarning oldini olish mas'uliyatini muzokara qilgan bo'lib, hal qilinmagan cho'ng qirg'inchiliklardan Darfur qirg'inchiligi, Ravanda qirg'inchiligi, Falastin masalasi qatorida Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olib, Amerika hukumatı, Angliya, Kanada va Fransiya parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb ataganligini, 2017 yildan buyon 2 million Uyg'urning siyosiy va madaniyat jihatdan tarbiyalanish uchun atalmış qayta tarbiyalash lagerlariga solanganligini, bu tutib turishlar, shundaqla majburiy tarbiyalash va yepiq hukumat o'rinlarida yuz bergan zo'ravonliklardan keyin Amerika va nurg'un xalqaro kishilik huquq tashkilotlari tomonidan insoniyat qarshi jinoyat deb atilib, bu qilmishning qirg'inchilik deb bekitilganligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur xabarda bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1946-yili tunji qatim qirg'inchilik jinoyat deb e'tirof qilib, 1948-yili qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi ahdnoma yoki 1951-yil yo'l qo'yilgan va 196 davlat tomonidan tasdiqlangan qirg'inchilik ahdnomasida mustaqil jinoyat deb kodlashtirilgan irqiy qirg'inchiliklar qatorida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini hal qilinmagan qirg'inchiliklar qatorida o'tirib qo'yib, Xitoyning rasmiy xotiralariga qaraganda rayon nupusining yarmiga yaqinini tashkil qiladigan 12 million Uyg'ur bor. O'z vatandagi kishilik huquqni qo'g'daydigan surgundagi Uyg'ur xalqi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ularning sonining taxminan 20 million ekanligini e'lon qildi. 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning rayonda atalmış asabiylik qarshi turish markazlarida kam deganda 1 million Uyg'urning tutib turilganligini oshkorladi. Bu masala ko'pinchisi musulmon bo'lgan bir millatga qilingan muomalani dunyoning diqqat markaziga qo'ydi. Bu doklad yana 2017-yilning o'ttirlaridan buyon yana 2 million Uyg'urning siyosiy va madaniyat jihatdan tarbiyalanish uchun qayta tarbiyalash lagerlariga majburlanganligi oshkorlandi. Jeneva ahdnomasida milliy, irq yoki ma'lum diniy guruhni butunlay yoki qisman yo'qotish niyati bilan qilingan har qanday qilmish qirg'inchilik deb bekitilgan. Buning ichida ma'lum guruh a'zolarini o'ldirish, guruh a'zolariga og'ir jismoniy yoki ruhiy ziyon yetkazish, guruhining butunlay yoki qisman jismoniy vayron bo'lishiga qartilgan majburlangan turmush sharoitini qasddan yaratish, guruh ichida tug'ilishning oldini olish uchun tadbir qo'llanish, guruhdagi bolalarni majburiy holda boshqa bir guruhga yo'tkash qatorliqlar kiradi. Biroq Xitoy bu ayblashlarni rad qilib, BDT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolik salohiyatini peshkash qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rayondagi qirg'inchilikning oldini olishni qiyinlashtiryotdi deganlarni o'ttirib qo'ygan. Tayvan prezidenti Lai Ching-do yangi davlat bexatarlik qonunlarini o'ttirib qo'yib, fuqarolarning Xitoy josuslarini hukumat organlariga bexatar doklad qila oladigan yangi to'rbat qurgan va yaqinda Tayvan sud mahkamasi Lu Chishan ismli bir sobiq josusni Xitoyga maxfiy uchurlarni oshkorlaganlik uchun 12 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilgan bo'lib, Beyru geziti bu haqda Tayvanning amaliy harakatining Kanada siyosati bilan selishtirib, Kanadaning Xitoy siyosatini mag'lubiyat deb atagan. Yozuvchi va akademik, sobiq davlat bexatarlik analizi va siyosat maslahatchisi hujum ostida Kanadaga qarshi Xitoyning maxfiy urushida aralashish va josuslik nomli kitobning avtori Denis Molinaroning qalami bilan yozilgan bu obzorda Tayvan Xitoy josusligining ta'siri va to'g'rini qattiq nishon qilish jihatda eng cho'ng xatar va xavflarga duch kelayotgan bo'lsa-mu, ammo yanada dadillik bilan harakat qilyotdi. Undaqda Kanadaning bahonasi nima degan savolni ta'kidlab, Kanada Xitoydan yiroq, ammo Xitoyning eng cho'ng nishoni bo'lgan Amerikaga qo'shni va zamonaviy demokratiyaga ega. Ammo Tayvan Avstraliya yoki boshqa g'arbdagi ittifoqdoshlar bilan selishtirganda Xitoyning faoliyatlarini bayqash va cheklashda muvaffaqiyatli holda bartaraf qilishda izchil mag'lub bo'ldi.
Amerika Nyu-Yorkda Xitoy xalq armiyasining chet ellik saqchixonalarining boshqaruvchilarini qo'lga oldi. Ammo Kanadada buningga o'xshash delillar fosh qilinib, sotqa tortilgan bo'lsa-mu, Kanadada hech kim qo'lga ilinmadi. Shundaqla Kanada bu xildagi Xitoy armiyasining ta'sirini Kanada demokratiyasiga cho'ng tahdid deb qarab, cho'ng tekshirishda bo'lgan. Ammo uning tekshirish natijasidan keyin hech qanday javobgarlik tortish bo'lmadi va Kanada Xitoyning ta'siri va aralashishiga ta'sir ko'rsatmaydigan qarorlarni chiqarishda izchillikni saqlab, Xitoyning dushmanlik faoliyatlariga qayta duch keldi. Xakerlik, ta'sir ko'rsatish, ishga aralashish qatorliqlar. Bosh minister Mark Carney dunyodagi masalalarga hozirgi holati bo'yicha muomala qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Ammo Xitoy kelganda Kanada izchil aksiya ish qilib, Xitoyga amaliyotda qanday ekanligi bilan emas, balki o'z ko'rishni xohlaydigan usulda qarab keldi deganlarini ta'kidlab, bu vaqtda tuzatishlar bo'lsa-mu, ammo ularni hal qilish uchun hech qanday siyosiy iroda yo'q. Zarur bo'lgani qarshi turish va terrorlikqa qarshi turish qatorliq ishki tahdidlarni bartaraf qiladigan qayta qurilgan federatsiya saqchi idorasi va Kanada tashqi axborot idorasini qurish deganlarni o'tirib qo'ygan. Mush ayning 8-kuni Fox xabarlarida va Kanadada chiqadigan Toronto yulduzi gazetida Xitoyning atalmish millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunining dunyoviy tahdid paydo qilganligi, Kanada majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni to'xtatishda nima uchun unum ko'rolmaganligi haqida maxsus obzorlar e'lon qilingan. Uyg'ur Harakati Tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas Xitoyning atalmish millatlar ittifoqligini ilgari surish qonunining dunyoviy tahdid paydo qilganligi haqida Fox xabarlarida e'lon qilgan maxsus obzorida Xitoyning navbatda baraqli maskasini tushirib, ko'p xillik, haqiqat va dunyoviy erkinlikka qarshi urush e'lon qilganligini ve demokratik davlatlarning darhol harakatga o'tib, Beijingga kollektiv ogohlantirish berish kerakligini ta'kidlab, Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mongoliya va Hong Kongliklarning madaniyati va erkinligini butunlay yo'qotish uchun davomli harakat qilayotganligini, shundaqla bu qirg'inchilikni atalmish millatlar ittifoqligi va taraqqiyotini ilgari surish qonun nomida qonunlashtirishga urinayotganligini, amaliyotda bo'lsa bu atalmish qonunning ittifoqlik haqida emas, balki madaniyatlarni yo'qotish, Xitoy davlatiga majburiy sodiq bo'lish, milliy kimlikning har bir alayidligini yo'qotish uchun loyihalangan qirg'inchilikning bir loyihasi ekanligini o'tirib qo'ygan. Roshan Abbas xonim obzorida Xitoyning bu qonun orqali dunyo miqyosida qarshi turg'uvchilarni ovlash uchun qonuni bahona topgandan keyin qanchalik jasoratlanganligi eng xatarlik deganini ta'kidlab, buning xalqaro akademik, jurnalistlik va kishilik huquqni qo'g'dashga qo'rqinchli soya tashlaganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı, kishilik huquq mutaxassislari va dunyodagi demokratik rahbarlar bu qonun to'g'risida ogohlantirish berib, uning xalqaro qonun va davlatning egilik huquqining asosiy prinsiplariga xiloflik qilganligini ogohlantirgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu ayblashlarning amaliy harakat bo'lmagan ahvolda yetarlik emasligini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatni harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Toronto yulduzi gazetida Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining ijroiya direktori Mehmet To'xti, Johnston Xitoy strategiyalik xavf-xatar instituti maslahatchilari hay'atining a'zosi Margaret McCoyak Johnston, xalqaro kishilik huquq advokati va kishilik huquq harakat guruhining qurg'uvchilarining biri Sara Teih va Snops tadqiqot markazining yuqori darajalik tadqiqotchisi va Xitoy mutaxassisi Charles Burton tarafidan yozilgan cho'ng hajmlik bu obzorda Ottawa 6 yil vaqt sarf qilib, Uyg'ur majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarning Uyg'ur elidan Kanada bozoriga to'solg'usiz yetkilishiga qarshi qonun loyihasini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarni import qilishni cheklash qonunining uzundan buyon kechiktirilganligini, shundaqla Kanadaning qog'oz ustida 2020 yildan buyon majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarni import qilishni cheklashi amaliyotda simvol xarakterlik bo'lib, faqat 2 qatimliq ijro qilish harakatini olib borganligi va Carney hukumatining Xitoyda majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarni import qilishni cheklashni chetga kelganligini o'tirib qo'ygan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.